ikki etaj qurib, pastini nijloyga beribdilar. Bolalar massajchi, vanfit, yana do'konmi qilishayotgan ekan. Shundoqqina yonida fasad uzunligi 28, ichkarigi 20 bo'lgan 506 sotuvli uyimizda sotilyapti. Parkovkaga ham joy bemalol. O'zim hisobladim, 12 metr chiqyapti. Yana bitta hisoblab olasiz. Bitta ko'ring mana. Siz ham ketiga ulab qo'yarasiz. Agar kottej quradigan bo'lsangiz, fasad uzunligi 28, ichkarigi 20 bo'lgani uchun 14 qilib turib, cho'tta ikki etaj kottej qurib olsangiz, ikkitami uchta mashina bemalol sig'adi. Chap tarafda ham, o'ng tarafda ham podvolimiz joylashgan. Binolarimiz ketma-ket joylashtirilgan. Umumiy 10 ta xona bo'lyapti, ikkita sanuzel. Bu uyda yashasa ham bo'ladi. Xonalari, sharoitlari yaxshi qilib qo'yishgan. Fayzi juda ham chiroyli. Mana shu o'rtadan bo'lib ikkita chetga ikkita kottej qurasizmi yoki katta qilib biznes sentr qurasizmi, tashqarida mashina qo'yish uchun ham joylar bemalol. Agar siz ona bola raddom atrofida qidirayotgan bo'lsangiz, mana sizga zo'r variant. Bu yoqqa ketadigan bo'lsangiz, ona bola raddomga chiqib ketasiz. Bu yoqqa ketadigan bo'lsangiz, 5 Qayirg'och Karziga qarab chiqib ketasiz. O'ngga ketsangiz, Nazarbekka ketasiz. To'qimachilik mahallasi bo'ladi. Eng zo'r taraf bor, atrofda 3 ta maktab, 3 ta bog'cha joylashgan. 3 ta masjidni o'rtasidagi joy. Narxini startiviy $62,000 deyaptilar. Yana kelishadigan joyi bor. Pul zarroq ekan. Yana savdolashingiz ozgina tushib beradilar. Qiziqqani uchun pastdan egar raqam yozib qoldiraman, bemalol telefon qilaverasiz.